Gnosologiya bu bilish. Atrofdagi har bitta jarayon tuzilganki, biz bilishni ustiga harakatlanib quramiz. Tug'ilishimizdan boshlab o'lishgacha bo'lgan jarayonimizning har bittasida bilim olish ongli ongsiz tarzda amalga oshiriladi. Ko'pchilik nolib qoladi, bugungi kunda meni xotiram ancha sust, ma'lumot eslab qola olmayapman yoki bo'lmasa yana ham takrorlash mumkin. Kecha yegan ovqatimda bugun ertalab so'rasangiz nima ekanligini aytishga ancha qiynalyapman degan so'zlar ko'payib ketgan. Buning sababi xotiraning susayishida emas, balki biz bilishning asosiy, eng oddiy funksiyasiga e'tibor bermasligimizda. Shuni boshiga qaytamiz endi. Xo'p, biz uchun kerak bo'ladi gnosologiyada ikki xil bilish turi bor. A prior va a posterior degan bilish turlari bor. Bular o'zi aslida nima? Bu ikkita tushuncha Immanuel Kant tomonidan, filosof tomonidan atroflicha o'rganilgan va bunga qanday munosabat bilishimiz kerak. Undan oldin biz bilishni bilib olaylik. Inson qanaqa qilib bilim oladi? Birinchisi sezgi organlari orqali hidlash, eshitish, ko'rish, bu birlamchi bilim turlari va tuyish. Va yana bir birlamchi bilim turlari bor, bu tajriba orqali bilim olish, bu empirik bilim deyiladi va yana bir bilim turi bor, bu aqliy bilish. Xuddi shundan endi kelib chiqib ta'riflaymiz. Inson dastlabki yashagan vaqtlarida, qadimgi davrga tushsak, inson asosan guruh bo'lib yashagan va bu guruh bo'lib yashash evaziga ularda yashab qolish ehtimoli oshgan. Va ovga chiqar ekan har bir inson o'zi bilan birga kamida 6, 7, 8, balki undan ham ko'proq guruhlashib ovga chiqishgan. Va shuning uchun ham ularda hissiy bilish ancha zo'r shakllangan. O'sha davrda insonda yashab qolish uchun eng kerakli bo'lgan narsa bilim olish qo'lda. Bu hissiy bilish bo'lgan. Ya'ni oldindan kelayotgan xavfni his qila olish instinkti. Hayvonlarda bilsangiz, misol uchun tasavvur qiling, bir kiyik o'tlab turibdi o'tloqda. 1 kilometr masofa uzoqda bir gepard uni poylayapti. Bu jarayonda kiyik tupitib turadi va quloqlari dik qilib atrofga qarashni boshlaydi. U gepardni his qilmaydi. Ko'rmayapti, lekin xavfni his qila oladi. Va bu jarayon dastlabki insonlarda ham bo'lgan narsa. Ya'ni inson keladigan xavfni oldindan his qilishi va bu jarayonga tayyorligi insonni yashab qolish uchun eng katta stimul o'ta bergan. Va bu bilim keyinchalik tugaydi. Nimaga desa, chunki inson shu darajada kuchayib balog'atga yetib boradiki, bilim va ilm sohasida va o'zini xavfsizligini ta'minlash uchun ancha imkoniyatlarga ega bo'lgan. Natijada bizda hissiy bilishlar ancha kamayib boraverdi borgan sari. Va hozirga kelib hissiy bilishning eng zo'r, ya'ni hissiyot orqali intuitiv bilish o'rni faqatgina onalarda ko'rishimiz mumkin. Mabodo kimdir bemor bo'lib qolgan bo'lsa, birinchi bo'lib ona xabar oladi. Nimaga desa, chunki hissiy bog'lanish o'ta kuchli bo'lgan bo'ladi. Oldin bu hamma jarayonda kechgan. A prior bilim nima degani desangiz, bu a prior bilim tajribadan oldingi bilim. Soddaroq qilib tushuntirayotgan bo'lsak, ratsional bilimga o'xshaydi. Ya'ni aqliy bilingan narsalar. 2 kere 2 4. Buni bilishimiz uchun biz tajriba qilib o'tirmaymiz. Ya'ni siz bilan menga buni aytishgan, maktabga borgansiz, o'tirgansiz, aytishgan 2 kere 2 4 degan qabul qilgansiz. Va bu jarayon hozirgi kungacha ketaveradi. Ya'ni bu tajriba qilmasdan ham isbotini topib bo'lgan haqiqat. Lekin bu bilimda bitta katta muammo bor. A prior bilimlar har doim insonni ma'lum bir chegarada ushlab turadi, qolipda ushlab turadi. Va a prior bilimning eng yaxshi tomoni nima deydigan bo'lsangiz, a prior bilimda siz bilan meni riskka hech qachon undashmaydi. Siz ham, men ham hech qachon riskka qarab yurmaymiz. Ya'ni hayotimizni sug'urtalangan tarzda kechiramiz. Soddaroq qilib tushuntirayotgan bo'lsak, tasavvur qiling, bir 10 yil orqaga qaytaylik, 15 yil orqaga qaytaylik. O'zbekistonda yashaydigan yoshning bitta orzusi bor, o'qishga kirish. O'qishga kirsa nimaga erishadi? Sug'urtalangan hayotga erishadi. Diplom tugatadi. Institutga kirdimi? Institutga kirgan har qanaqa o'quvchi borki tugatadi. Va uni diplomi bo'ladi va natijada u sug'urtalangan hayotga ega bo'ladi. Davlat ishiga kiradi, eli boshqa ish topar. Nima bo'lgan taqdirda ham pensiyagacha bo'lgan jarayon sug'urtalangan. Va odamzod har doim riskdan qochadi. Risklar insonni qo'rqitadigan jarayon. Inson o'zi o'rganib qolgan komfortdan chiqishi juda ham qiyin narsa. A posterior nima degani desa, a posterior bilim bu tajribadan keyingi bilim. Bu ancha yuksakroq tushuncha va bunga borish o'ta qiyin. Lekin bu ham yetarlicha asoslanmagan. A posterior bilim nima degani? Misol uchun siz kichkinagina bolacha to'y qilib ketyapti va bordida qaynab turgan pechkaga qo'lini tekkizdi. Va shunda bildiki, u qaynab turgan pechkaga qo'lni tekkizish mumkin emas ekan dedi. Nimaga desa, chunki Ulug'bek bir marta tilingiz kuysa, ikkinchi marta xolasiz qolmasa choyni puflab ichasiz. Bu aynan mana shu narsa. A posterior bilim insonni hayot bilan umumiy bog'lashga undaydi. Va yana ham soddaroq tushuntirsak, a posterior insonlar kelajak yaratadi va yangiliklarga moyilligi bor odamlar. Hozirgi kunda insonlarda mana bu tushuncha ancha eskirgan. Mana bu tushunchani ustida yashayapmiz biz. Ya'ni bizda hamma narsa kashf qilib bo'lingan deb o'ylaymiz.
Biz uchun hayotda hamma ixtirolar qilib bo'lingan deb o'ylaymiz. Biz yangi narsa yarata olmaymiz deymiz. Nimani hisobiga desa, chunki bizgacha bo'lgan yangiliklar shu darajada ko'pki va biz bularni hammasini o'rgana olmayapmizmi? Qanaqa qilib yangilik yarata olamiz deb o'ylaymiz. Biz a priori fikrlaymiz. Va soddaloq qilib tushuntirsak, biz o'zimizni to'rtburchak uyimizdan chiqib ketishga qo'rqamiz. Yana ham soddaloq qilib aytadigan bo'lsak, o'rmonga borib yashab, yangi bir uy yaratishga o'zimizda hadik his qilamiz, lekin buni orzu qilamiz. Nimaga orzu qilamiz degan ma'noda aytyapman. Chunki shu insonlar kimdir borib o'rmonda shu yangitdan sivilizatsiya yarata olgan bo'lsa, ularni siz bilan men berilib tomosha qilamiz. Chunki o'zimizni ichimizdagi ichki xohishni ular orqali qondiramiz. Va sun'iy intellekt a priori ustiga qurilgan dastlabki tushuncha bo'lgan. Misol uchun Google a priori bo'yicha ishlaydi. Ya'ni ma'lumotni siz aytasiz, u bor ma'lumotlardan kelib chiqib chiqaradi. Lekin hozirgi sun'iy intellektda a posteriorga qarab harakat bor. Va unda a priori vagon va a posteriori esa endi kirgizilib boshladi, ya'ni data analiz qilishni boshladi. U siz yozilgan yozishmalaringiz orqali o'ziga tajriba yig'ib boradi. Siz qancha ko'p u bilan munosabat qilsangiz, siz u bilan qancha ko'p gaplashsangiz yo suhbatlashib boraversangiz, u sizni shunchalik yaxshi anglab boraveradi va natijada sizni a posteriori, siz unga a posteriori bilim berasiz. Va u ikkalasini birlashtirgan holatga ega bo'ladi. Shuncha insoniyat hozirgi bosqichi menimcha o'tishning yangi bir davriga qadam qo'yishiga o'xshayapti. Bilimni hosil qilishdagi jarayonning birinchi nuqtasi. A priorlar aslida a priori bilimni yomon tarafi hech qachon yo'q. Inson hayotini bo'lar ekansiz, birinchi bosqichi 20 yillik desangiz, 20 yillik a prioriga harakat qilish kerakmi, a posteriorga harakat qilish kerakmi degan katta savol turadi. Bizda sal g'alati tushuncha bor. Amerika, Yevropa mamlakatlari, G'arb 16-asrdan boshlab birinchi boshlang'ich ta'limni a posteriorga berishadi. Biz boshlang'ich ta'limni a prioriga beramiz. A priorni bilsangiz yoshligingizda birinchi sinfingizda eslang, darsga bordingiz, balki Ulug'bek eslar, balki Diyor eslarsiz. Birinchi darsga borganingizda qo'lingizni qo'yasiz, ko'tarasiz. Agar mabodo ichingizda bilim toshib ketib qolsa, ko'tarasiz. Agar mabodo bo'lmay ketsa, chiqib kelay deganda ko'tarasiz. Lekin aslida bu o'ta xato jarayon. Nimaga desa, chunki insonni boshlanish nuqtasi ilmni nimaga olishim kerak degan savolning ustida bo'lishi kerak-da. Siz u bolaga suv ichsang foydali demaysizda, suv ich desangiz, u suvni ichaveradi, nega chekkanligini bilmayotgan bo'lsa, unga nisbatan o'zida baribir qarshilik turadi. Qarshilik kayfiyat turadi. Endi keling yana bitta misolga kelib to'xtalamiz. Aqliy bilish insonga xos dedik. Empirik bilishni tajriba orqali olamiz dedik. Ya'ni biz qancha ko'p tajribalarni amalga oshirsak, shunchaki bilimli bo'lib boraveramiz. E'tibor berib ko'ring, hozirgi kunda qancha chet davlatlari yo boshqa hamma davlatlarda asosiy iqtisodiyotning rakursi, mana boshdan boshlaylik, keling, yo'q adashib qolmasligimiz uchun. Insoniyat bir nechta jamiyatlarni boshdan o'tkazdi. Birinchisi qulchilik jamiyati. Undan keyingisi feodal jamiyat, undan keyin kapital jamiyat keldi va undan keyin axborotlashgan jamiyat va fuqarolik jamiyati va axborotlashgan jamiyat keldi. Hozirgi kunda qanaqa jamiyatga boryapmiz siz bilan biz desangiz, hozirgi jamiyatning asosi iste'molchi jamiyati deyishadi. Menimcha hozirgi jamiyat diqqat jamiyati. Ya'ni diqqatni tortish jamiyati. Soddaroq qilib tushuntirayotgan bo'lsak, hozir nimadan pul qilishyapti? Quldorlik jamiyatida quldan pul qilishardi. Feodal jamiyatda qaram dehqonlarni ishlatish orqali pul qilishardi. Kapital jamiyatda mol-mulk, kapital sotish orqali pul qilishardi. Axborotlashgan jamiyatda axborot sotish orqali pul qilinadi. Diqqat jamiyatida nimani pul qiladi desangiz, diqqatingizni pul qilishadi, vaqtni pul qilishadi. Soddaroq qilib tushuntirayotgan bo'lsak, hozir asosiy daromad manbai katta bo'lgan kompaniyalarga qarang, u Netflixmi, u misol uchun Google'dir, Instagram'dir yoki boshqa qanaqa kompaniya yoki Meta tashkiloti farqi yo'q. Yoki Microsoft'dir yoki yana qanaqadir tashkilotlardir. Birgina APL translyatsiyasini o'zidan qancha milliard pul tushadi. Bularning hammasini asosida nima yotibdi desa, siz bilan meni diqqatim yotibdi. Biz ularga diqqat qilsak, ular bizda diqqatimizdan pul qilishadi. Xo'p, bu narsaga ular nimadan yetib borishgan desangiz, aynan mana shu narsadan yetib borishadi. Va nimaga biz shunga yetib bora olmayapmiz desa, biz mana bundan o'ta olmayapmiz. A priordan o'tib keta olmayapmiz. Kimdir balki qanaqadir biznes bilan shug'ullanar, kimdir balki ilmiy ish bilan shug'ullanar. Hammani o'zini ilmiy ishidan kelib chiqib shug'ullanadigan jarayon bor. Lekin hamma ham mana bunda qotadi. Bu inson uchun kafolatlangan hayotni beradi. Lekin mana bunga bormas ekansiz, siz o'sha
katta jamiyatni yoki katta auditoriyani ushlab turishingiz va boshqarishingiz o'ta qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham bilishdagi eng qiyin narsa nima desa, olgan bilimingizni bir marta o'zingizni miyangizda solishtirish. Va bu jarayon qiyinmi desangiz, yo'q, qiyin emas. Sizdan talab qilinadigan 15 daqiqadir yoki 5 yoki 10 daqiqadir. Lekin nimagadir ana shu daqiqalar biz uchun juda ham uzun va uzoqdek tuyuladi. Lekin qaysidir bemaza futbolchini qaysidir intervyusini bemalol ko'ra olamiz o'sha 15 daqiqada. Siz bilan meni hayotimda real rol o'ynamasa ham yoki bir komandamiz uchun urib, tepib, uni muhokama qilib, uni himoya qilishga vaqt sarflaymiz, lekin o'zingizni miyangizdagi kerakli ma'lumotni ushlab qolish uchun o'sha narsani sarflamaysiz. Bu bilan hammani ayblamoqchi emasman, balki hamma ham qilmas bu jarayonni. Lekin umumiy aytmoqchi bo'lgan narsam, siz ilm hosil qilishni xohlar ekansiz va bo'lib ham u aqliy bilim bo'lishni xohlasangiz va sizda apostyor shakllanishni xohlar ekansiz. Apostyor shakllanish orqali siz yangi cho'qqi yaratib berishni xohlar ekansiz, unda bu kerak. Misol uchun maska taqib olgan Ilon bor, bilasizlar? Hozirgi kunda dunyoning eng boy odamlaridan bittasi. Va aynan mana shu Ilon Musk ham apostyorligi tufayli dunyoda novator deb yuribdi va oldinda yuribdi. Nimani hisobiga desangiz, insonlar o'ylab xayolida yoki hayotida qilishi mumkin bo'lmagan narsalarni yo buni o'ylashning o'z imkoni yo'q deb turganda, u bu narsani imkoni bor deb hisoblayapti va tajriba qilib ko'rishga harakat qilyapti. Tajribani ko'rona shunchaki emas, misol uchun men uchishim kerak, inson uchadi deb derazadan tashlab bugun banzai deb yerga otsangiz, o'sha kuni o'zi o'ylasiz. Lekin siz buni bilimlarga asoslanib qilishingiz kerak. Soddaroq qilib tushuntirayotgan bo'lsam, aka raytlar samolyot yaratib uchar ekan, oldin ularda uchish uchun qanot ko'tarilish formulasi bo'lishi kerak edi. Va Zhukovskining qanotni ko'tarilish formulasini ular o'rgangan va bu qanaqa sodir bo'lishini o'rganib chiqib, uni amaliyotga ko'chirish uchun o'zlari tajriba qilishga kuch topib, harakat qildi va inson hozirgi kunda bir joydan ikkinchi joyga uchib borishi, bu siz bilan mana shu qo'rqinchli narsa emas. Bor, ana 1000 ta uchoq bor. Boeing deysizmi yoki boshqa turimi farqi yo'q. Mabodo urib tushirishmasa bo'ldi. Uchib borib kelishingiz mumkin. Tajriba orqali bor bilimingizni, tajribagacha bo'lgan bilimingizni tajriba qilishga ishlata olmasangiz, sizda yangi bilim hosil bo'lish imkoniyati o'ta qiyin. Bu hamma sohada ishlaydi. Insonlar hozirgi kunda biror bir mahsulot yoki boshqa narsani kimdir yaratib bergan usul bo'yicha sotadi, kimdir aytib ketgan narsa bo'yicha yetkazib beradi. Lekin usullar son mingta. U miyangizni ichida turibdi. Faqat tajriba qilishga sizda jur'at yetsa bo'ldi. Va bugun tushuntirmoqchi bo'lgan narsam ham aynan mana shu aprior va postyorni hosil qilishdagi umumiylik insonni kelajakka qarab harakatlantirish undovchi asosiy stimul hisoblanadi. Agar mabodo nimadir tushuntira olgan bo'lsam xursandman, tushuntira olmagan bo'lsam rozi bo'lasiz. Ushbu video Maqsad klub yopiq hamjamiyatidan olingan. U yerda biz bu kabi zamonaviy insonga muhim bo'ladigan ko'plab mavzularni tahlil qilamiz. Tanish bilish bu kapital. O'z-o'zidan kelib qolmaydi. Pul o'z-o'zidan kelib qolmaydi-ku, bu ham xuddi shunaqa. Moliyaviy kapital tiyinma-tiyin ishlab topilsa, tanish bilish ham bitta kontaktlarni yig'ib topiladi. Qadriyat va prinsiplarni tushunib yetib, biz bugungi ko'nikmamizga yetib kelamiz. Bu shaxsiy standart. Qadriyatlar umumiy biz ishonadigan ideallar, g'oyalar bo'lsa, prinsiplar o'sha ideallarga asoslangan hayotiy harakatlar modeli. Va bundan tashqari boshqa bir nechta yo'nalishlarda rivojlanamiz. Hormanglar, maqsadchilar qalaysizlar. Bir oy o'tdi, mana yana qaytib ko'rishyapmiz. Davlatlar xalq tomonidan saylangan hukumatlar tomonidan boshqariladi degan tushuncha demokratik jamiyatda tamal toshi hisoblanadi. Men doktor Akbar Shoh, urolog, andrologman. Bugungi videomizning mavzusi ozish bo'ladi. Fikrlash qanday jarayon va ezoterik fikrlash qanaqa, ekzoterik fikrlash qanaqa degan savolga javob berishimiz kerak. Agar siz o'zingizni bizni g'oyadoshimiz deb o'ylasangiz va birgalikda rivojlanish niyatida bo'lsangiz, unda sizni hamjamiyatimizda kutib qolamiz. Klubimiz oylik obunasi 88 ming so'm. Obuna ichiga shu kungacha kanalda joylangan barcha ma'lumotlar kiradi. Bu kurs emas, bu ijodimizni qo'llab-quvvatlash uchun imkoniyat. Bir maqsad atrofida birlashganlar aql bovar qilmas kuchga ega.